Inson umri oqar suvdek o'tib ketaveradi. Lekin ba'zi insonlar borki, ular vaqtni to'xtatishga, tarixni muhlashga va kelajakka chiroq yoqishga qodir. Qishlog'imizning 90 yoshli nuroniy otaxoni Oripov Abduvoris ana shunday zamon qahramonidir. Muzey o'tmishni asrasa, kutubxona kelajakni quradi. Otaxon o'z mablag'i va go'zal niyati bilan barpo etgan bu kutubxona bugun qishloq ahli uchun ma'rifat maskaniga aylandi. Üç yüz kuh-u kofni kelida tuymoq, dil qoni bilan bermoq falakka bo'yoq, yoinki bir asr zindonda yotmoq nodon suhbatidan yaxshiroq. To'qson yosh, xo'rdik chiqaradigan yosh deyishadi. Lekin otaxon uchun har bir kun tarixni qog'ozga tushirish fursati. Chop etilgan 2 kitobdan so'ng endi u kishi qishlog'imizning boy tarixi, o'tmishi va odamlari haqidagi eng muhim asarini yakunladi. Bir giyoh chiqibdi toshlarni buzib, o'smoqchi bo'libdi hammadan o'zib. Dedim, suvsiz umid uzavr nodon, dedi, ahmoq yashar umidin uzib. Xo'jatoyir qishlog'ining kitobxona va osarxona muzeyida turibmiz. Albatta bu muzey bilan kitobxonaning tashkil qilinishida keksa ustozimiz Abduvoris Oripovning sa'y harakatlari bilan tashkil qilindi. Emomali Rahmonning kitoblari, ularning tuhfasi, Alloma Bobojon G'afurovning Tojikon asari, shuningdek Firdavsiyning Shohnoma asarlari o'rin olgan. Rudaki, Jomi, Ibn Sino, Alisher Navoiy buyuk allomalarning kitoblaridan ham bahramand bo'lasiz. Qadimdan yig'ilib kelgan 200 yillik tarixga ega o'g'ir, omoch, tegirmon toshlari, ip yegiruvchi charx, xum, ko'zalar, qumg'onlar, ko'hna Xo'jatohir qishlog'idan topilgan mana zambarangning o'qi, mana shu zambarangning o'qlari bilan o'sha Xo'jatohir qishlog'ining qo'rg'oni, qal'asi vayron qilingan, tarixdan guvohlik berib turibdi. Xo'jatohir qishlog'ining xarobalaridan topilgan mis tangalar, ko'zalar, shuningdek u yerdan osori aqidalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda muzeyimizda juda ko'p narsalar ham qishloqlarimiz tomonidan ham bizga in'om etilgan. Kitobxona shunday bir chiroyli dunyoki, unga kirsangiz odamlar shunday g'amxo'r va mehribonki, ulardan ajralib chiqib ketgingiz kelmaydi. Har bir kitobni ushlab ko'rasiz
hayolingizda hamma kitoblarni o'qib chiqqingiz keladi. Go'yo o'sha kitobni ichidagi odamlar bilan suhbat qilayotganday tuyulasiz. Aziz kitobxon do'stlarim, aziz farzandlarim, kitobxonaga keling, kitob o'qing. Kitob inson ma'naviyatini va ma'rifatini rivojlantiradigan yagona eng buyuk makon. Kitobsiz hech narsani tasavvur qilish mumkin emas. Kitob hech qachon eskirmaydi. Kitob hech qachon qarimaydi. Shuning uchun kitobni seving, kitobni o'qing, kitobdan ajramang.